وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Dünyanın her qaysı joylarida bizni ko'rayotgan Sharqi Turkistonlik musulmonlar. Allah Taala'nın salami, rahmeti, bereketi sizlarga bo'lsin. Allah Taala barliq vaqtinglarni xayrli qilsin. Hayat rehberi Muhammed Aleyhisselam adlı programının 6. sanıga hoş geldinler. Bugünkü temimiz Peygamber Aleyhisselam'ın doğuluşu. Biz ötkenki programımızda bayan kılgınımızda Peygamber Aleyhisselam doğuluştan 50 gün ilgili pil vakası yüz bergen idi. Bu vaka Mekke'nin atrafında belki otur şarkıda nahayeti çoğun gulgulu kozgoğan ve Mekke halkını muşu vakadan keyin bütün Araplar hürmetlaydigan boğan. Peygamber Aleyhisselam muşu pil jili tuğulgan. Konu zamanımda jil işletişte şundaq çoğun bir vakanı isim koyup şundan olan palanı jili dep işletetti. Bu pil vakası nahayet çoğun vaka boğallık üçün pil jili dep maxsus atalgan. Onundan keyin boğa vakalar pil jilidin keyin mançilak vaqtdan keyin boldu dep tarih yazıldıgan boğan. Biz burun degenimizde Peygamber Aleyhisselam'ın dadısı Abdullah kurbanlık kılıçtan kutulgandan keyin onunla Vehb ibn Abdümenaf degen Mekke'deki Kureyşlerinin en şereflik, en esil ailesinden Amine degen bir kızga öğlengen idi. Bula öğlenip bir neçe aydan keyin Abdullah ticaret üçün seferge çıkkan, seferden qaytışta Medine'de kesel olup vafat bolgan. Peygamber Aleyhisselam muşu pil jili Arapçada Rabiul Avval ayının 13. günü Düşenbe günlükte miladinin 571. yılı 22. April Düşenbe tan saherde dünyaya geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyaya geliş tarihi hakkında Düşenbe günlükte tuğulganlığı sahih hadiste gelgen. Peygamber Aleyhisselam Peygamber bolgandan keyin Düşenbe günlükte ve Perşembe günlükte roz tutattı. Sahabe kiramlar Düşenbe günlükte rozu tutuşunun sebebini soğa vaxtıda Peygamber Aleyhisselam bu Düşenbe günlükte özünün tuğulganlığını şunun için rozu tutuganlığını bildirgen. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın Düşenbe günlükte tuğulganlığı kesin bir hakikat. İkincisi Peygamber Aleyhisselam'ın pil jili tuğulganlığı mı hakikat. Yukarıda biz ötkenki programda pil vakasını eğitip öttük. Bu vaka Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıngan. Peygamber Aleyhisselam tuğuluştan 50 gün etrafında boğan, ilgili boğan vaka. Hem de fakat ayda ihtilaf ulemalarının oturusunda Rabiul Avval degende bunun en sahih boğunu yani köp sallık siyer ulemalarının Peygamber Aleyhisselam'ın ki siretine tercüme haline
tarixini yozgan ulamolarning ko'p sonliqining tespit qilishi, ko'p sonliqining ittifoqi Rabiul Avval oyining 12-kuni. Rabiul Avval oyi degan arabchada bahar birinchi bahar degan bo'ladi. Arabchada ikkidan Rabiul Avval, Rabiul Ahir deymiz. Birinchi bahar ikkinchi bahar degan bo'ladi. Bu miladining 4-ay aprelning 22-kuniga udul kelgan. Miladining 4-aymi bahar oyi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom xuddi qish vaqtida hamma odam qishninki sovuqidan to'ngib bir yozni kutayotgan bir vaqtida bahar kelib hamma o'yla xushal baharninki kelishi bilan, chechaklarning ochilishi bilan xushal bo'lgandek, shundoq dunyoga xushallik olib kelgan, bir bahar olib kelgan bir nur. Shuning uchun bahar vaqtida tug'ildi. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın tug'ilgan saati tang saharda. Keçinin qarang'uliqi tugab, keçinin qarang'uliqini yoritadigan bir quyosh chiqqanga o'xshash Peygamber Aleyhisselam dunyoning adolatsizlik, zulm, har xil kishilarni qiyin qistoqqa oladigan, baylar, kuchliklar, ajizlarni bo'zaq qilib yeydigan, mushundaq bir zulmninki qarang'uliqida qolgan dunyoni aydınlatadigan, yoritadigan bir quyosh bo'lib dunyoga kelgan. Şuna onun tang saharda tug'ilishimi xuddi bir keçinin qarang'uliqini aydınlatadigan, yoritadigan quyoshga o'xshash. Mushundaq ulug' bir zat, mushundaq ulug' bir vaqtda Allah Teala'nın iradesi bilan dunyoga keldi. Peygamber Aleyhisselam tug'ilganda Mekke'de xalq butunlay butparast edi. Haq dinde yaşaydiganlar asosiy jahllik yo'q edi. Kambag'allar qul qilinib izilatdi. Qiz balalar tirik ko'milatdi. Jazona haddidan oshgan edi. Bütün baylar jazona orqali boyolatdi, boshqalarni izzatdi. Boshqa dunyomi? Faqatla Mekke emas, bütün dünya zulüm kaplagan. İsa Aleyhisselam dünyadan ötkendan keyin 570 yılgacha dunyoga payg'ambar kelmagan. İsa Aleyhisselam'ı bütün dunyoga payg'ambar emasdi. Faqat İsrail avlodiga payg'ambardi. Onun peygamberlikimi o elib kelgan İncilmi insonlar tarafından o'zgartib etilgan. Dünyanın hech qanday yerida bir haq din, haqiqatni ko'ksitadigan, kishilarga adolatlik muomala qiladigan hech ish qolmagan, bütün dunyoni zulm qaplab ketgan, zulmning qarang'uligi qaplab ketgan bir vaqtda Alloh taolaning bandalariga rahmi kelib, bu Peygamber Aleyhisselam'ni dunyoga avatdi. Peygamber Aleyhisselam tug'ilgandan keyin Peygamber Aleyhisselam tug'ilgan yerda 4 ayol birga bo'ldi. Onun birincisi Ummu Ayman. Ummu Ayman Peygamber Aleyhisselam'nınki dadısından qolgan qul edi. Qul ayol edi, dadısınınki quli. Dadısı vafot bo'lgandan keyin dadısından miros qolgan. Ummu Ayman Peygamber Aleyhisselam'ni tug'ilgandan tortib beqib cho'ng qildi. Keyin musulmon bo'ldi. Peygamber Aleyhisselam bu ayolni anam deb hurmatlaydi. Hatta Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin 1 yil keyin vafot bo'lganligi tarix kitoblarida mavjud. İkincisi Suvayba. Suvayba aslında Abu Lahab'ninki dediki Abu Lahab'ninki quli edi. Abu Lahab
Peygamber Aleyhisselam'ın tağısı, dadısından akısı boludu. Peygamber Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam peygamber bolgandan keyin Peygamber Aleyhisselam en düşmanlık kılgan kişilerden biri Abu Lahab. Ama Peygamber Aleyhisselam tug'ilgan chaqda Suvayba degan onunki quli ayal Peygamber Aleyhisselam'ı birinci qatim emitgan ve Abu Lahab'ның qishiga birinci xabar elib bargan ayal. Abu Lahab'ның qishiga iningizning balası tug'ildi, bir o'g'il tug'ildi deb xo'sh xabar elib bargan chaqda Abu Lahab bunun quşunda xushal olab Suvaybini azat qilib etgan. Peygamber Aleyhisselam bir hadiste deydi, Abu Lahab'ның şu çağda mening tug'ilganimga xushal olab Suvaybini azat qilib atganligiga Allah Taala dozaqdagi azabını yengilletdi deydi. Şununla bir xushal bo'lganlik, bir qulni azat qilganlik yaxshiligini Allah Taala o kafir olab, İslam'ның düşmanı olab, hayatı boyunca İslam'ga düşmanlık kılıp ötken bo'lsa-mu, dozaqdagi azabını şunun üçün yengilletken. Ondan keyin Şifa binti Amr degan ayal bar edi. Ondan keyin Fatima binti Abdullah degan ayal, mushu 4 ayal Peygamber Aleyhisselam'nınki tug'ilishiga qatnashgan, anısını tug'dirgan ayallar. Hamda Peygamber Aleyhisselam'a isim koyuş. Peygamber Aleyhisselam'ın tug'ilganligi bovusi Abdülmuttalibga yetkazilgandan keyin Abdülmuttalib buningga nihoyatda xushal bo'lib bir qo'y qurbonlik qildi. Ondan keyin Peygamber Aleyhisselam'ni Kabe'nin oldiga apirib Muhammad deb isim qo'ydi. Arablarning ichida hozirgichilik Muhammad deb isim qo'yilib bakmagan. Şunun için Mekke'ninki çoğları bu balığa Muhammed degan isimning qo'yilishiga hayron qilib, Abdülmuttalib'den bu nima uchun bu navringizga Muhammed deb isim qo'ydingiz? Bizningki Arablarningki ichida bundaq isim bo'lib bakmagan. Siz nereden topdingiz bu isimni deganda, bu bala madhiyalansin. Muhammed degan madhiyalanguchi degan so'z. Madhiyalansin, kishilar tarafdan madhiyaga loyiq bo'lsin deb ko'nglimga shundoq tushdi. Shuning uchun Muhammad qo'ydim. Bu hayoti bo'yicha kishilar tarafdan madhiyaga sazovor bo'lsin deb shundoq qildim degan. Buni Alloh taolaning Abdülmuttalibning ko'ngliga sog'anligi, Peygamber Aleyhisselam'ni hayoti bo'yicha emas, balki qiyomatgacha madhiyalanadigan ulug' bir zat bo'lganligi uchun Alloh taolo onunga Muhammad deb isim qo'yilishni iroda qilgan. Bovusi mana shu ismni qo'ygan. Muhammad Aleyhisselam'ning İncil'de kelgan ismi Ahmad. Ahmad degan so'z texmi ko'p madhiyalanguchi, texmi ko'p madhiyaga sazovor degan bo'ladi. Bu Muhammad degan ismi İncil'de kelgan ismga yana yandishib bir nimadan chiqadi, bir kökten, bir yıldızdan chiqadi. Ondan keyin Peygamber Aleyhisselam yuqorida mı dedik, bir nur. Bu dünya şundaq zulmatga, zulümning qorong'uligiga cho'kib ketgan vaqtida Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'ni dunyoni yoritadigan, dunyoni aydınlatadigan bir nur qilib yaratdi ve Peygamber Aleyhisselam'ni bu dunyoga elib keldi. Bu to'g'riliq Peygamber Aleyhisselam bir hadiste mundaq deydi. Ana da'vatu İbrahim. Ben İbrahim'ninki duası. İbrahim Aleyhisselam'ның duası Kur'an-ı Kerim'de Sure Bakara'da kelgan. İbrahim Aleyhisselam Kabe'ni yasab, kishilarni hac qilishga Allah Taola'nın emri bilan chaqirdi.
kishilar Kabe'ga kelib haj qilgan bo'ldi. Ondan keyin Alloh taolo İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalomga bu Kabe'ni masjidni nihoyatda pokiza tutinglar. Bu yerga tavob qilguvchilar, namoz o'quvchilar, e'tikof qilguvchilar kelib bu yerda tavob qiladi, haj qiladi, namoz o'qiydi, bu yerda o'tirib e'tikof qiladi deb buyurgan. Shu vaqtida İbrahim alayhissalom bu qavmning ichidan bularga seninki kalomingni o'gitadigan, bularni har turli gunoh ma'siyatlardan tozalaydigan, bularga hikmatni o'gitadigan bir payg'ambar chiqarib bergin deb duo qilgan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning duosini ijobat qilib, necha yildan keyin payg'ambar alayhissalomni dunyoga keltirdi. Şuna payg'ambar alayhissalom ana da'vatu abi İbrahim, men babam İbrahimning duosi deydi. Shu duosining ijobati bilan dunyoga kelgan. Va bushra İsa ve İsa alayhissalomninki xush xabari. İsa alayhissalomning xush xabari Qur'oni Karimda zikr qilingan. İsa alayhissalom o'zininki ummatiga musulmon bo'lgan havariylariga men ketaman, mendan keyin Ahmad ismli bir zot payg'ambar bo'lib keladi. O chaqda sizlar mening shariatimni qo'yib, shu payg'ambarga ergishinglar deb o'zining ummatidan havariylaridan va'da olgan. Havariylarimi bununla va'da bergan shu chaqdagi musulmonlar. Bu İncil'de Ahmad deb tilga ilingan, bu Qur'oni Karimda bu aniq bayon qilingan. İsa alayhissalom payg'ambar alayhissalomning keldiganligini mana shundoq xush xabar bergan ummatiga, ular shuning kelishini kutib turadi. Payg'ambar alayhissalom kelishdan oldida. Ondan keyin yana Rasululloh hadisining oyatida deydi: "Vara'at ummi annahu kharaja minha nurun adaat minhu qusuru Sham." Anam meni tuqqan vaqtida anamdan bir nur chiqib Shamni yoritayotganligini ko'rdi deydi. Sham degan shu chaqdagi hozir Urdun, Falastin, Suriya deb atalayotgan yerlar. O chaqda shu yerni Sham deb ataydi. Makkaning kattalari, tijoratchilari, savdogarlari ashaliga berib savdo qilib keladi. Anisi mushundaq bir nurni ko'rgan. Bu hadisni İbn Hibban rivoyat qilgan sahih hadis. Endi payg'ambar alayhissalomning bir nur ekanligi Qur'oni Karimda oyatda aniq kelgan. Alloh taolo mundaq deydi: "Qad ja'akum minallohi nurun va kitabun mubin." Ey musulmonlar, sizlarga Allohdan bir nur va kitob ochiq hamma narsani bayon qilayotgan ochiq bir kitob keldi deydi. Bu yerdagi ochiq kitob degan so'z Qur'oni Karim, nur degan so'z payg'ambar alayhissalom. Payg'ambar alayhissalom dunyoga mana shundoq haq yo'lni ko'rsatguchi, insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, to'g'ri yo'lga boshlovchi, ularningki mang'atgan yo'lini yo'ritguchi, unda ulug' nur bo'lib kelgan zot. Payg'ambar alayhissalomning onasi Amina o'zininki qandoq hamilelikni o'tkazganligini, qandoq tuqqanligini bayon qilib, men bu bolamga hamile bo'lish jarayonida hargiz boshqa ayollarga o'xshash qiyinchilik tortmadim. 9 oylik qo'saq ko'tarishda shundoq oson o'tkazdim. Tug'utgan vaqtimda qattiq achchiq to'lg'oq tortmay tug'dim. Men tuqqan vaqtimda ichimdan bir nur chiqib Shamni yoritganligini ko'rdim deb shundoq bayon qilgan. Demak, payg'ambar alayhissalom mushundoq sharaflik, mushundoq ulug', Alloh taolo uni yaratgan chaqda
peygamber buluş için yaratkan, dünyaya bir nur, dünyanın yoratkucu bir quyosh kılıp evetken, kim Peygamber aleyhisselam'ın ki ko'rsatgan yo'lida mangsa, Peygamber aleyhisselam'a ergashsa, Peygamber aleyhisselam'ın sünneti boyunca mangsa, Allah'ın rahmetiga erişidi, to'g'ri yo'lda mangan bo'ladi. Bu to'g'ri yo'ldan ezib ketmaydi. Kimki Peygamber aleyhisselam'ın yo'lidan azsa, Peygamber aleyhisselam'a itaat qilmasa, Peygamber aleyhisselam'ın sünnetiga ergashmasa, o yoldan ezip gidiyordu, hak yoldan çıkıp gidiyordu. Allah Teala'nın rahmetiga erişemeydi. Dünya ve ahirette baxtsizlik Allah Teala'nın cezasına haklık oldu. Allah Teala bizlerini Peygamber aleyhisselam'ın yolunda sabit kadem mangılı nisip kılsın. Peygamber aleyhisselam'ın sünneti boyunca amel kılıp kıyametki bağın çağda Peygamber aleyhisselam'ın şefaatine erişkili nisip kılsın. Allah Teala hemmimizni kıyamet günü Peygamber aleyhisselam'ın mübarek koludun Havz-ı Kevser suyudun içkili nisip kılsın. Allah Teala hemmimizin cayını cennette Peygamber aleyhisselam'a koşnu kılsın. Amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.